Bugun Instagramda eng ko'p qarshimga chiqayotgan narsa Instagram portlatgan duo, mana bu duoni o'qib turib Allohdan nima so'rasa berar ekan deb turib Allohumma inni as'aluka deb yoniga bitta iborani qo'yar ekan deb chiqishyapti-da. Aslida bu duo emas, bu duoni boshlanishi. Ya'ni bu ibora Allohumma inni as'aluka, Allohim men sendan so'rayman degan ma'noni bildiradi. Aslida duo esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda bir kishi duo qilganlarini ko'rdilar. Ya'ni u kishi Allohumma inni as'aluka ya Robbi ya Alloh ya Rahmanu ya Rahim يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أشهد إنك أنت الله لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد deydi duo qildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, kimki mana shuni o'qib, orqasidan nimani so'rasa Alloh azza va jalla ijobat qiladi. Ya'ni shu ismi azamdir dedilar. Ismi azamni bilmaganlarga o'sha mashhur Sulaymon alayhisolamning qissasidagi Bilqisni taxtini olib kelib bergan jin yoki kishi mana shu ismi azamni bilar edi. Alloh azza va jalladan ismi azamni o'qib, duo qilib so'radi. Bir zumda Alloh azza va jalla unga taxt muhayyo qildi deyshadi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.